Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Xush vaqtinlar xayrlik bo'lsin. Bizning Python darsimizning 2-chi soatlik darsimiz qismlar bo'yicha davom qilyapti. Undaqda biz KG'dan boshlab davom qilaylik. Biz biroz burun buyruq bergan vaqtimizda bizningki qimmatimiz maholati chiqqandi. Maholat. Shunday. Ya'ni 2 silab chiqqandi. Biz buning sababi qandoq degan tepish uchun masalan biz bu yerda 2 buyruqni tang bergashga ma'ning qimmatini 1 chiqadi, oxirida ma'ning qimmatini ulab chiqarib berdi. Shunga 2 silab 2 chiqib qoldi. Shunga biz ma'ni birinchi buyruqni shu o'tib birli buyruqni ado qil deganni bermoqchi bo'lsak, ana shu o'tdik F5 ni bosdik. Basaq bir qitimlam chiqarib berdi, 2 silab 2 qitim chiqarib qo'ymadi. Undaqda buni bilib oldik. Bilib olgan bo'lsak, endi biz masalan bu qarasanglar bu a'zo 10 20 30 40 50 60 azlisan buni birdan qo'shib o'tamiz. Lekin bu liqqida kompyuter liqqida san bo'lsa a'zolar bilan to'shab ketsa buni bir qo'shmoq bizga japa. Undaqda bularni qo'shqil bilamdi, u buyruqni qanday beramiz, uni bilish uchun bizningki o'rganadigan bir buyruqimiz bor. Undaqda bu buyruq qanday degan vaqtida biz yig'inda deb yozaylik oldi bilan. Yig'inda deb biz bo'lgandan keyin tang dedik. 0 bo'lsin yig'indisi. Interni besitib turaylik bu saqlamay turib. Endi for I in range endi tırnaq açdıq, yapdıq, içi kırdıq. Len key deb bo'lgandan keyin qanday bo'ldi? Biz qo'shib qo'yayotgandan keyin enter dedik. Enter deb bo'lgandan keyin biz bu yerga yig'inda deylik. Yig'inda tang yig'inda qo'shilgan ki o'ttir tırnaq ichida oy bo'lsin. Bu bo'lgandan keyin biz print deylik. Print deb ichi kirdik. Kirib bo'lgandan keyin a'zolarning yig'indisi bo'lsa deb boqaylik. A'zolarning yig'indisi bo'lsa deb boqaylik. Masalan a'zo yig'indisi bo'lsa yig'inda deylik. Bo'lsa yig'inda deb saqlab F5 desak liqqida bir narsa chiqadi. Shunday. Undaqda biz yo'limizni tekshiramiz.
He, yığındısı. Biz nerede hatalaştık? Əzalanın yığındısı bolsa. Bunun näre hata? To'xtanglar, biz bu buyruqni ratlab chiqayli. Biz çoxum bir yerda xatolaşqanligimiz uchun bundaq chiqdi. Bundaqda biz zat nereden xatolaşdık? Bunu yazdık. İz bo'lgandan keyin yig'inda tang noldidik. Deb bo'lgandan keyin bundaq dedik. To'xtanglar. Bu zat nerede hata olub ketdi? Tapılmadım ama.